Biz namozni haqiqiy ma'nosidan o'qigan bo'lsak, namozda degan so'zlarimizdan, ya'ni Allohning oyatlarininki haqiqiy ma'nosini tushunib o'qigan bo'lsak, sur Fatiha aziz qarindoshlar. Bu biz insonlar bilan Robbi, ilohi, Allohi o'ttirisini bog'laydigan ko'riklik sura. Allohning nomi bilan qilaman, Allohning nomi bilan ma'man, Allohning nomi bilan boshlayman degan gap. Ma'nosi qilsak, bismillah bizga. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz Allohning rahmati va fazli bilan Qur'onni tushunish darsimizni boshlaymiz. Biz nima uchun Qur'onni tushunish darsimizni boshlaymiz degan vaqtimizda biz oldin Qur'onni tushunish uchun buyurilgan. Qur'on Karim faqat o'qiydiganlik kitob emas. U o'qib tushuniladigan kitap ve amel kıldıgan kitap. Biz bu Kur'an'ı tushunish dersimizde qaydan boshlaymiz degan vaqtinglarda biz Kur'an'ı tushunish dersimizni biz kunda har qatam o'qiydigan, tekrar o'qiydigan namoz suralarini tushunishdan boshlaymiz. Chunki biz kunda 5 vaqt namoz o'qiymiz, ammo namozda nima deganligimizni bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolaning bizga nima deyishini o'rgatayotganligini bilmaymiz. Vaholanki namoz bizning hayotimizni o'zgartiradi agar biz mohiyat bilan o'qigan bo'lsak. Chunki namozda shundoq bir o'gitlar borki, u bizdagi tavhidni yangilaydi. U bizdagi shirkni pokizlaydi. U bizga to'g'ri yo'lning nima ekanligini ko'rsatadi. U bizga g'azab ko'chirganlarning yo'lining qaysi ekanligi, ozg'unlarning yo'lining qaysi ekanligini o'rgatadi. Lekin biz namozni xiyoliy holda o'qigan bo'lg'achqa, namozni bir majburiyat, Alloh bilan ilib boradigan bir iltijo emas, yuk sifatida ko'rib olgan bo'lg'achqa namoz o'qiymiz, ammo namozning bizning kundalik hayotimizga hech qanday bir foydasi yo'q, ta'siri yo'q. Namoz o'qiymiz, yalg'a aytamiz. Namoz o'qiymiz, cho'ngchilik qilamiz. Namoz o'qiymiz, boshqalarning haqqini yevalamiz. Namoz o'qiymiz, boshqalarga zulm qilamiz. Vaholanki biz namozni haqiqiy ma'nosidan o'qigan bo'lsak, namozda degan so'zlarimizning, ya'ni Allohning oyatlarininki haqiqiy ma'nosini tushunib o'qigan bo'lsak, namoz bizning hayotimizni o'zgartiradi. Namoz bizni isloh qiladi amaliyotda. Chunki namozda bizning kundalik hayotimizga ta'sir ko'rsatadigan, bizning aqidamizni o'ngshaydigan, nurg'unlagan mazmunlar bor. Biz namozda bir kunda necha qatim Alloh subhanahu va taologa nurg'un ishlarni va'da beramiz. Lekin biz bundan xiyoliy o'qiymiz. Bu sababdan namoz bizda haqiqiy mohiyatini topolmoqlik. Namoz bizda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda degandek innas solata tanha anil fahsha'i vel munkar. Gunoh va fohish yomon ishlardan to'syanmoqlik. Amaliyotda biz shu namozni o'qigan suralarimizning ma'nosini bilgan bo'lsak, sur Fatihaning ma'nosini bilgan bo'lsak, Nas, Falaq, Ixlosga o'xshash qisqa surlarning ma'nosini bilgan bo'lsak, namoz haqiqiy ma'nosi bilan bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim degandek, u bizni yomon ishlardan, fohishlardan, qabiy ishlardan to'sgan bo'ladi. Shuning uchun biz bu Qur'onni tushunish darsimizni qisqa surlardan, ya'ni namoz suralaridan boshlaymiz. Shuning uchun bu darsimizningki asosiy cho'ng temasi nima bo'ldi desanglar, men namozda nim deyapman. Alloh subhanahu va taologa nim deyapman. Alloh subhanahu va taolo menga nim deyapti. Mana mushu cho'ng temasida bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz bu namoz suralarini tushunish darsimizningki birinchi darsini nereden boshlaymiz desanglar, albatta biz kunda farz namozlarimizda 17 qatam o'qiydigan, sunnat namozlarimizni qo'shgan vaqtida 32 qatam o'qiydigan surani tushunishdan boshlaymiz. O sura qaysi? O sura Qur'on Karimning boshlanishi bo'lgan suratul Fatiha, ya'ni Fatiha surasi. Biz Fatiha surasini kunda o'qiymiz. Vaholanki Fatiha surasi o'z ichiga olgan ma'nolarni ko'pinchimiz bilmaymiz. Amaliyotda biz Fatiha surasi o'z ichiga olgan ma'nolarni haqiqiy ravishda bilgan bo'lsak, bizda o'zgarish bo'ladi. Bizning hayotimizda o'zgarish bo'ladi. Bizning qimmat qarshimizda o'zgarish bo'ladi. Bizning aqidamiz pok-pokiza, tavhidimiz sop bo'ladi. Lekin biz buni bir vazifa shaklida ado qilgan bo'lg'achqa, bu namozningki, bu sur Fatihaninki bizning hayotimizga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Shuning uchun biz eng oldidan biz eng ko'p o'qiydigan sur Fatihadan boshlaymiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu sur Fatiha qanday sura? Sur Fatiha aziz qarindoshlar, bu biz insonlar bilan Robbi, ilohi, Allohi o'ttirisini bog'laydigan ko'riklik sura. Chunki musulmon kishi Alloh bilan, ilohi bilan, Robb bilan mana shu sur Fatiha orqali munojat qilishadi. Ya'ni ichidan paranglashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi, Alloh subhanahu va taolo deydi, qasamtus solata bayni va bayna abdi nisfayn. Men namozni bandam bilan o'zim o'tirisda ikkiga bo'ldim deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu hadis orqali nima deydi desanglar, sur Fatihani o'qigan vaqtimizda, hadisning davomida Alloh subhanahu va taolo har bir oyatimizga javob qaytaradi. Bende bir ayetni o'qiydi, onun qarta Alloh subhanahu va taolo bizga bir narsalarni deydi. Nima deydi? Biz hadisni to'liq bilan o'qiylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilinib, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim deydi. Allah Taala mundaq deydi. Namozni o'zim bilan bandamning o'tirisida yerimdan bo'ldim. Bandamga so'rg'ini beriladi. Bandam alhamdulillahi robbil alamin. Ya'ni namozda biz alhamdulillahi robbil alamin degan vaqtida, bütün madihalar Alloh xosdir degan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Bandam menga madiha etdi, menga hamdu sano etdi deydi.
Biz Ar-Rahmanir-Rahim, Allah şefqatlik ve mehriban degan vaqtimizda Allah Taala benden bana sana medihe etti deydi. Biz Maliki Yevmiddin, Allah hisap, ceza, mukafat günüsünün igisi degan vaqtimizda Allah Subhanahu va Taala benden meni ulug'ladi, benden meni haqiqiy cho'ng bildi deydi. Biz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ey Allah, sana ibodat qilamiz, sendan yordam talab qilamiz degan vaqtimizda Allah Subhanahu va Taala bu mening bilan bandamning o'tirisidagi munosabatdir. Bandamga so'rg'ini berdi deydi. Biz ihdinas siratal mustaqim siratal-lezina an'amta alayhim gayril magdubi alayhim veleddallin. Ey Allah, bizni tüz to'g'ri yo'lga boshlag'in, g'azabanga uchirgan va azg'ullarning yo'liga emas, tüz to'g'ri yo'lga boshlag'in deb bu oyatni o'qigan vaqtimizda Allah subhanahu va taolo bu bandam uchun, ya'ni bandam so'rg'iniga erishadi, tilginga erishadi deydi. Demak, biz his qilmaymiz, ammo Allah subhanahu va taolo biz namozda sura Fotihaning har bir oyatini o'qigan vaqtimizda uning qartaqana qildi ekan, javob qaytaradi ekan. Demak, bu sura Fotiha bizni Allohga bog'laydigan sura. Biz bilan Alloh o'tirisidagi munojat ilib beriladigan sura. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhi vasallam yana bir hadisda inna ahadakum iza qama yusalli innama yunaji robbah falyanzur kayfa yunaji robbah. Sizlarning biringlar namoz o'qig'ili turgan vaqtida u Robb bilan munojat qilishgan bo'ladi. Ya'ni ichidan paranglashgan bo'ladi, iltijo qilgan bo'ladi. Falyanzur kayfa yunaji robbah. O'zining Robbiga qanday munojat qilganligini qarasin deydi. Ya'ni sura Fotihani o'qigan vaqtida Robbim menga shu tapda javob qaytaryotdi degan tuyg'u bilan his bilan o'qamdi va yoki bexabar bexutalda o'qamdi, bunga yaxshi qarasin deydi. Demak, biz buni tushungan vaqtimizda, hozir qadar namoz o'qigan vaqtimizda, sura Fotiha o'qigan vaqtimizda Allohga naqadar hurmatsizlik qilganligimizni tushunib yetsak bo'ladi. Chunki biz namoz o'qiymiz, alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim deb o'qiymiz. Shu topda Alloh taolo bizga javob qaytaradi, lekin bizning xiyolimiz nada? Bilakkada. Chiqarilmagan hisobda, mol dunyoda, bolalarimizda, uyan tomoshoda. Demak, namozning hayotimizga ta'sir ko'rsatmasligining sababi mana bu. Alloh taolo bizningki munojotimizga javob qaytaradi, ammo biz bo'lsa, xiyoli o'zimizning jismi Allohning oldida bo'lsa-mu, ruhimiz, fikrimiz boshqa edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom falyanzur kayfa yunaji robbah. Sizlarning biringlar Robbiga munojat qilgan vaqtida qandoq munojat qilganligini qarasin deydi. Managa diqqat qilsin demoqchi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Demak, sura Fotiha mana shundoq insonni, musulmonni Robb bilan bog'laydigan, uni Allohga iltijo qildiradigan nihoyat muhim bir sura. Undan boshqa sura Fotiha aziz qarindoshlar, musulmonning hayotida, tengir qashlarida uning yo'lini yuritadigan bir sura. Va shundaqla musulmon vafot topgandan keyin uning zulmatli qabrisida uningga nur bo'ladigan sura. Va shundaqla sura Fotiha qiyomat kunisi bütün yo'qliklar o'chgan vaqtida mu'minning oldini yuritadigan nur bo'ladigan sura. Bu haqda mundaq bir hadis bor. Baynama Jibril qa'idun 'inda nabiy sallallohu alayhi va sallam. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qashida o'tirgan vaqtida sami'a naqidan min fawqihi, ustidan bir ovozni angladi. Farafa'a ra'sahu, ustiga qaradi. فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Ma osmonning bir eshigi bo'lib, bu eshik bugundan boshqa vaqt eshilib boqmagan. Ya'ni tunji echildi. Fanazala minhu malakun. Uningdan bir farishta tushdi. Faqal hada malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm. Jibril alayhisalom dedi, ma farishta osmondan faqat bugunlam tushdi dedi. Fasallam. Ondan keyin u farishta salom berdi va qal va dedi, abshir binurayni utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Ey Muhammad, ikki nur bilan bisharat al. Uning o'xshi sendan ilgari hech qanday bir payg'ambarga berilgan emas. U ikki nur bo'lsa Fatihatul Kitob va Xawatimu suratil Baqara. Sura Fotiha va sura Baqaraning oxirgi oyatlari lan taqra bi harfin minha illa u'tita. Uningdan bir harf o'qisang, shu harfning barobariga so'sang Alloh subhanahu va taoladan chuqum birlasa deydi. Demak, sura Fotiha nur va shundaqla duolarimiz ijobat bo'ladigan ulug' bir sura. Va shundaqla sura Fotiha aziz qarindoshlar, bu musulmonning kimligi bo'lgan namozning ruhi bo'lgan sura. Sura Fotiha o'qilmagan namoz hisoblanmaydi. Namoz bo'lmagan kishi musulmon hisoblanmaydi. Demak, sura Fotiha namozning ruhi bo'lgan, namozning jini bo'lgan sura. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sura Fotiha o'qilmagan namoz yo'q deydi. Ya'ni mukammal emas, haqiqiy namoz emas, mohiyat bilan o'qilgan namoz emas deydi. Bundan boshqa sura Fotiha aziz qarindoshlar, Allohning izni bilan jismoniy va ruhiy kasallarga shifo bo'ladigan shifo surasi. Dardlarga davo bo'ladigan xislatlik sura.
Bu haqda Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. U mundaq deydi: Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bir qancha sahobalari Arablarning ma'lum bir qabilasiga boradi va ularning qashiga kelib bizni mehmon qilinglar deydi. Bu Arablarning qabilasi ularni mehmon qilishga unumaydi, rad qiladi. Shu vaqtda mush qabilaning boshlig'ini chayanchaq oladi. Ularning u boshlig'ini davolatishni qilmagan ishi qolmaydi. Ular oxiri ma yaqiyutin kelganlardan bir so'rab baqayli deb Rasulullohning sahobalarining qashiga berib, boshlig'imizni chayanchaq qildi. Sizlar buning bir amal qila olamsizlar deydi. Sahabalarning ishidan birisi men ruqiya o'qiy olmayman, lekin men haqiz o'qib qo'ymayman. Chunki sizlar bizni mehmon qilishni rad qildinglar. Sizlar menga bir pado qo'yib bersizlar. Shuning baravariga men ruqiya o'qib qo'yman deydi. Ular qo'shiladi, shunday qilib bir pado qo'yga kelishadi. Undan keyin bu sahaba alhamdulillahi robbil alamin deb ruqiya o'qiydi. Ya'ni mushuni suflab u qabilaning boshlig'iga o'qiydi. O'qigandan keyin u qabilaning boshlig'i xuddi bog'liqdan bo'shug'andek nayt yengilishib, yaxshilanib o'rnidan turib minib ketadi. Qabila ahli deyishkini bo'yicha bir pado qo'yni beradi. Sahobalar to'xtanglar, endi biz bu masalani Rasulullohga deyli, Rasululloh bir narsa desin, shunun qarab bir ish qilaylik deydi. Sahobalar birib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga bo'lgan ishlarni aytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nayt ajablanib, sen surah Fatihaning ruqiy ekanligini qandoq bilding deb hayron qoladi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam to'g'ri qilibsizlar, buni bilishinglar, men bir ulush beringlar deb kulib ketadi. Demek bu hadisni oldigan mazmun nima degan vaqtimizda Surah Fatiha mana shundaq jismoniy kasalliklarga shifo bo'ladigan shifo surasi. Bu amaliyotda buning nurg'ulgan tajribasi bor. Masalan, Imom Ibn Qayyim Jawziy rahimahulloh mundaq deydi: "Men Ka'bani tavob qilayotgan vaqtimda ba'zi vaqtlarda harakat qilolmaydigan darajada bir xil og'rib ketdim" deydi. Mana mushu vaqtda men darhol Surah Fatihani o'qib, og'riqlarimni silaytdim. Shunda qilgan vaqtimda xuddi tosh to'kilgandek badallarim yengilishib ketdi, saqayib ketdi. Men buni nurg'un qatim sinab ko'rdim va shundaqla bu shifoni, bu natijani ko'rdim deydi. Yani shundaqla Ibn Qayyim Jawziy rahimahulloh Zamzam suyiga men Surah Fatihani o'qib, ondan keyin uni ichiman, xuddi buni dorining o'rnida ishlatdim. U mening butun kasalliklarimga shifo bo'ladi deydi. Undan boshqa Ibn Qayyim Jawziy rahimahulloh yana Surah Fatiha jismoniy kasalliklarga emas, ruhiy, ma'naviy, qalb kasalliklariga shifo bo'ladi deydi. Qanday shifo bo'ladi degan vaqtda qalb kasalligininki ikki xil sababi bor. Qalb kasalligi ikki xil sababdan kelib chiqadi. Birinchisi niyatning buzuqligi. İkincisi ilimning buzuqligi. Ya'ni niyat buzilgan vaqtida insonning ma'naviyati chiriydi. İkincisi ilmi buzilgan vaqtida, ya'ni ilmiga, dunyo manfaati, va yoki xurofotlik deganga o'xshagan har xil narsa aralashgan vaqtida bu inson ma'naviy jihatdan kasal bo'ladi. Masalan, bugungi kunimizda o'zi olim, ammo kasal insonlar bor. Mushu o'zi olim turib, ma'naviy jihatdan kasal bo'lib ketgan insonlarningki sababi mushu ikki. Ya niyati buzuq avlninki, ya ilmi buzuq. Surah Fatiha mana shundaq meyli niyat buzilgandan kelib chiqqan bo'lsin, meyli ilm buzilgandan kelib chiqqan bo'lsin, haqiqiy ma'nosidan o'qisa, tushunsa, amal qilsa, ana shundaq qalb kasalliklariga shifo bo'ladi deydi. Qanday shifo bo'lganligini biz Surah Fatihaning tafsirini o'qigan vaqtimizda yaxshi tushunib yetamiz. Bundan boshqa Ibn Qayyim Jawziy rahimahullohning Surah Fatiha haqida nayt muhim bir gap va u bo'lsa-mu Ibn Qayyim Jawziy rahimahulloh deydi, Surah Fatiha qadrini bilgan, haqqini ado qila olgan, o'qishni yaxshi bilgan kishi uchun shifo bo'lishdiki, davolanishdiki mukammal shifo, manfaatlik dora, to'liq ruqiya, boylik va nijotlikning ochquchi, shuni muhofazat qilguvchi, g'am, qayg'u va andishni yo'qotquchidir deydi. Demek Surah Fatiha mana shundaq dertlarimizga davo bo'ladigan, ma'naviy, qalbiy va jismoniy kasalligimizga shifo bo'ladigan shifo surasi. Bizning kunda o'qiydigan Surah Fatihamiz. Demek biz buni bilmagachga do'rni boshqa yerdan izlaymiz. Ma'naviy kasallarimizga, ruhimizning ojizligiga, qalbimizning kasallariga do'rni boshqa yerdan izlab saqlanmay yuramiz. Vaholanki buning do'risi mana biz kunda o'qiydigan Surah Fatihada. Biz Surah Fatihani haqiqiy to'g'ri shaklda tushunib o'qigan vaqtimizda u haqiqatan bizningki kasallarimizga shifo bo'ladi. Bundan boshqa Surah Fatiha Qur'on Karimning ana maqsadlarining hammasini o'zida jo'g'laydi. Shuning uchun olimlarimiz deydi, samoviy kitoblarning hammasi, ya'ni uning ichidagi to'g'ri yo'lning hammasi Qur'onda jo'g'langan. Qur'ondagi ana temalarning hammasi Surah Fatihada jo'g'langan deydi. Sayyid Qutb rahimahullohning bu vaqtida aytgan muhim bir so'z bor. U deydi, shubhisizki bu surada, ya'ni Surah Fatihada islom aqida va tasavvurning ana temalari bor. Shundaqla his va uni yetaklashga aloqador ana o'qimlar bor. Mana bu surningki har rakatda takror o'qilishiningki bir sababi bo'lishi mumkin deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bu surani bizga kunda 17 qatim, sunnat bilan qo'shgan vaqtda 32 qatim o'qishga buyurishining sababi bu surada Qur'onning ana temalarining hammasi bor, aqida bor, tavhid bor, to'g'ri yo'l nima, xato yo'l nima, hammasi bor. Undan boshqa biz surani tafsirga o'tgan vaqtimizda bu suraning haqiqiy ma'nosini tushunib yetamiz. Haqiqatan bu sura olimlar aytgandek insonning vazifasini bizga tuntadi. Ya'ni insonning modernlik vazifasi nima? Buning javobi bu suradan chiqadi. Undan boshqa bu sura Allohning go'zal ismlari orqali Allohni tunishtiradi. Allah'ın kim ekanligini, qanday zot ekanligini bizga tunishtiradi. Va shundaqla bu sura bizning qalbimizga xotirjamlik ato qiladi. Qanday xotirjamlik ato qildi bilamsizlar? Jazo va mukofot kunining egasining o'zi ekanligini xabar berish orqali, ha, zolimlar jazosi qolmaydi ekan degan bu hukmni bizga bildirib, qalbimizga xotirjamlik ato qildi. Va shundaqla bu sura to'g'ri yo'lga qanday erishishni bizga o'rgatadi. Va
Va shundaqla qanday qilgan vaqtda Allohning g'azabiga uchraymiz, qanday qilgan vaqtda nima ishlarga sal qarasak ezib ketamiz. Buni mana shu Sur Fatiha bizga deb beradi. Shuning uchun ulug' Qur'on Karimdagi eng ulug' sura qaysi? Mana shu Sur Fatiha. Bu haqda Abu Said ibn Mualla radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadis var. O mundaq deydi: Rasululloh menga masjiddan chiqishdan burun men sana Qur'ondagi eng ulug' surani o'gitib qo'yaymi dedi. Ondan qo'lim tutdi. Masjiddan chiqmoqchi bo'lganda: "Ey Allohning elchisi, sizlar Qur'ondagi eng ulug' surani o'gitib qo'yman" degandilar. Dedim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam şundaq o elhamdülillahi rabbil alamin degan mushu sur. Şu hiye seb'ul mathani vel Qur'anul azim allazi utituhu. O tekrar o'qildigan 7 oyatlik sura va menga berilgan buyuk Qur'on deydi. Yani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Sur Fatiha'nın özünün dedi buyuk Qur'on dedi. Demek aziz qarindoshlar Sur Fatiha mana shundaq ulug' bo'lg'achqa biz buni kunda 32 qatim o'qiymiz. Amma afsus biz kunda 32 qatim qo'ydigan bu surninki nim deyotganligini bilmaymiz. O'tib ketgan ömrimiz. Necha yil namoz o'qibdimiz, necha yil Sur Fatihani o'qibdimiz. Sur Fatihadagi bilmagan ma'nolarimizni bunun qarta pushaymon qilamiz. Biz Sur Fatihaning haqiqiy ma'nosini bilgan vaqtimizda. Chunki Sur Fatiha bizning qalbimizni yurtib o'tadi. Bizning yo'limizni ochadi. Bizning tengir qashimizni hammani yo'q qiladi va shundaqla bizni shirkdan tazilaydi, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi va shundaqla qanday qilib to'g'ri yo'lga erishishning yo'lini bizga deb beradi. Hamda xo'sh, unda bo'lsa biz Sur Fatihaning tafsir kirishdan ilgari bu Sur Fatihaning bir qancha bir ismlari bor. Onun bilan tanishib chiqaylik. Sur Fatihaning nurg'un ismlari bor. Ya'ni olimlar Sur Fatihaga 20 atrofida ismlarni sanaydi. Biz buning uchun bir qanchisini bayon qilishdan ko'payamiz. Masalan, Sur Fatihaning birinchi ismi hammamiz bilgan ism qaysi? Fatiha. Fatihatul Kitob. Buni degan gap kitobninki boshlanishi. Ya'ni Qur'on Karim boshlanganlik uchun Fatihatul Kitob, Qur'onning boshlanishi deb atalgan. Ikkinchisi bo'lsa, Sur Fatiha biz yuqorida o'tganimizdek Qur'on Karimning ana maqsadlari va javharlarini o'zida ixcham shaklda jamlaganligi uchun bu Ummul Qur'on, Qur'on javhari deb ataladi. Uchinchisi bo'lsa, takrar o'qiladigan 7 oyat. Ya'ni Sur Fatihaning bir ismi shu. Nimishqa? Chunki har kuni namozimizda takrar o'qiladi va 7 oyat bo'lganligi uchun shundaq ataladi. To'rtinchisi Suratul Fatiha bizningki yuqorida o'tganimizdek jismoniy va ruhiy kasalliklarimizga shifo bo'lganligi uchun Suratul Ruqiyya, Ruqiyya surasi deb ataladi. Beshinchisi bu sura Allohga madiha aytish bilan boshlanganligi uchun Alhamdu. Yani Hamdu surasi debmi ataladi. Masalan biz vatanimizda Alhamdu deb ataydiq-ku. Bumi Sur Fatihaninki bir ismi. Xo'sh, unda bo'lsa biz endi Sur Fatihaninki, ya'ni Qur'on Karimdagi eng ulug' sura bo'lgan Sur Fatihaninki eng ulug' oyati haqida to'xtalamiz. Ya'ni Sur Fatihaninki birinchi oyati haqida to'xtalamiz. Sur Fatihaninki birinchi oyati qaysi? Ko'pincha alhamd deb o'ylashimiz mumkin. Unda emas. Sur Fatihaninki birinchi oyati Bismillahirrohmanirrohim degan bu oyat. Biz oldin bu oyatni tushunishdan boshlaymiz. Oldin shuni bilishimiz kerak. Baytin deb o'tganimizdek, Bismillah degan Sur Fatihaninki birinchi oyati Qur'on Karimdagi eng ulug' sura bo'lgan Sur Fatihaninki eng ulug' oyati. Bu Qur'on Karimdagi tunji oyat bo'lib qolmay, vahiyninki tushish rat tartibi bilan qaragan vaqtimizdami, tunji oyatdimi o'sha Bismillah, ya'ni Allohning nomi bilan degan mushu mazmun o'z ichiga ilingan shaklda tushirilgan. Masalan, Iqro bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning ismi bilan o'qigin. Demek Bismillah mana shundaq tunji tushgan oyatdimi bu. Va shundaqla Nuh alayhissalom kiyimini yasab tunji degan so'zimi Bismillahi majriha va mursaha. Mana shu Bismillah. Va shundaqla Sulaymon alayhissalom Bilqisga aytgan xatini nima bilan boshlagan? Bismillah bilan boshlagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom boshqa podshohlarga aytgan xatini nima bilan boshlaydi? Bismillah bilan boshlaydi. Demek Bismillah bir musulmon uchun har ishninki beshi. Musulmon har qanday ishini Bismillah bilan boshlaydi. Çünkü Bismillah deyilgan har qanday bir ishda muvaffaqiyat bor, uningga baraka tushadi. Masalan, Ayşe radhiyallohu anha qilgan hadisda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 6 tane sahabasidan tamoq yevatdi. Bir Arabi, ya'ni badaviy, sahrolikdan birisi kelib ularning orasiga kelib o'ltirib lekinde ikki kishilar bilan tamoqni hammani yeb tugatdi. Bismillah demaylar. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dedi, Bismillah degan bo'lsa, matamoq hammamizga yetdi dedi. Ya'ni Bismillah degan bo'lsa, matamoq barakat qiladi dedi. Undan boshqa Bismillah shundaq bir ulug' oyatga qarindoshlar. Bu shifo surasi bo'lgan Sur Fatihadagi shifo oyati. Bismillahning o'zi ham shifo oyati. Bismillah yer yuzidagi eng ulug' davolashda ishlatilgan dori. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bir kun kasallab qoldi. Jibril aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan qashqa kelib, "Ey Muhammed, og'rib qoldingizmi?" dedi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "Ha" dedi. Jibril aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga "Bismillahi arqiq." Allohning nomi bilan, ya'ni Bismillah bilan sizga ruqiy o'qiyman. Va min kulli shay'in yu'zik. Sizga azor beradigan har bir narsadan, har bir nafsining yoki hasadxo'r ko'zning yomonligidan Alloh sizga shifo bersin. Bismillahi arqiq. Allohning ismi bilan, ya'ni Bismillah bilan sizga ruqiy o'qiyman deb mana shu Bismillah bilan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ruqiy o'qigan. Darvaqa Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam shifo topgan, saqib ketgan. Demak, eng ulug' davolashda ishlatilgan dori mana shu
Bismillah. Ondan başqa Osman ibn Abil As Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga özünün bir kesel olub qalğanlığını şikayet qıldı. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Osman ibn Abil As'a nima deydi? Ağrıvatqa yeringe qulunu qo'yib 3 qatim Bismillah degan. Ondan 7 qatim A'udhu bi'izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadir. Allohning qudrati va izzati bilan men tapqan, ya'ni his qilgan va andish qilgan yomonlikdan panoh tilayman degan deb o'rgatgan. Ya'ni ikki duo o'rgatgan. Ama birinchisi qaysi? Bismillah. Demek bir yerimiz ağrıp qalğan bolsa, şu yerge qolumuzni qo'yib Bismillah desek, biiznillah Allohning izni bilan bu şifa bo'ladi. Undan boshqa biz sal qarag'an, uning ma'nosini bexud yashab ketgan bu Bismillah shundaq bir muhim oyatki, bu bir haromni halalga aylantiradi. Bir qo'yni, bir odam qasdan Bismillah demay o'ltadimi, u go'sh harom go'sh bo'ladi. Bismillah degandan keyin u halol bo'ladi. Bir odam ko'ndirilgan, tarbiyalangan itini o'g'a Bismillah deb qo'yib berdimi, tutgan narsa halol bo'ladi. Agar unda qilmaydi ekan, u harom bo'ladi. Demek Bismillah şunda xüsusiyatga egaki bir haromni halolga o'zgartirdi. Ondan boshqa Bismillah bir musulmon nisbatan kuch beradi. Qanday kuch berdi bilamsizlar? Bu Bismillah degan nima degan gap? Allohning nomi bilan qilaman degan gap. O'ylab baqala, jamiyat qarab baqala, bir huquqlarning nomi bilan ish qilganlar qanchalik kuchli. Uning oldida bir to'salg'i bo'lamdi. Masalan, qarab baqadigan bo'lsak, ba'zi boshliqlar yo'lda mansa, oldida hech qanday to'salg'i bo'lmaydi. Yo'llar eshladi. Shundaqo. Nimishqa? U davlatning nomi bilan mangadi. Endi Bismillah deganlik nima degan bilamsizlar? Allohning nomi bilan qilaman, Allohning nomi bilan mangaman, Allohning nomi bilan boshlayman degan gap. Ma'ni qila olsak, Bismillah bizga haqiqiy shaklda kuch bo'ladi. Energiya bo'ladi. Allohning nomi bilan boshlayman. Demak, ma ishlarni men qilmoqchi, buning ojiz kelgan yerlarimda Alloh menga yordam beradi degan mahil tuyg'uni his qilib degan vaqtimizda bu bizga haqiqiy kuch bo'ladi. Shundaqla Bismillah bu bir tavhid. Qalbimizdan Allohdan boshqa har qanday bir narsani supurib tashlaganlik bu. Allohning nomi bilan boshlayman degan gap. Men Alloh qilan tayinaman, dadamning nomi bilan, huquqning nomi bilan, mansabning nomi bilan va men mashhur ekan hozir. Bu nomi bilan emas, hammaning hammasini supurib tashlab etib, jamiyatdagi o'rnimni supurib tashlab etib, faqat Allohning nomi bilan qilaman, Allohning nomi bilan boshlayman degan gap. Demek bu Bismillah dedik bir ishni qilishni ilgari haqiqiy tavhidga qaytganligimizning bir alomati bu. Agar biz tushunib deyalsak, shunga Bismillah bu bir tavhid. Xo'sh, unda bo'lsa Bismillahirrohmanirrohimning to'liq ma'nosi nima degan vaqtimizda Bismillahirrohmanirrohimning to'liq ma'nosi hammaga shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Yani men hammaga shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan uxlayman. Men hammaga shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan uyg'onaman. Men hammaga shafqatlik mehribon Allohning nomi bilan so'zlayman. Men hammaga shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan yeyman, ichiman. Men hammaga shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan harakat qilaman deganlik. Amaliyotda bu haqiqiy shaklda Alloh subhanahu va taoloninki bizga o'zimizni tunutishi. Chunki biz o'zimiz qarab baqadigan bo'lsak, bizning butun harakatlarimizda Alloh subhanahu va taoloning nomlari, sifatlari, ismlari aks etib turadi. Minishimizda bo'lsin, harakat qilishimizda bo'lsin, yeb ichishimizda bo'lsin, Alloh subhanahu va taoloninki hammaga shafqatlik, hammaga mehribon bu sifatlari ko'rinib turadi. Masalan, o'ylab baqala. Men hozir sog' salomat gap qilyapman, o'ltiryapman. Hali mengaman, mening sog' salomat turishim uchun qanim aylanishi kerak. Yurkem so'qishi kerak. Jigirim normal xizmat qilishi kerak. Nafasni elib berishim kerak. Buni kim qilyapti? Men bexabar ma ishladim. Men o'zimning ishni qilavergilik. Men to'g'ri deb qargan ishni qilavergilik. Ammo badanimda shundaq bir xizmatlar bo'lyapti-ki, bu xizmatlar cheksiz kuyimchanlikdan kelib chiqadi. Ya'ni badanimning sog' turganligining o'zilam, sog' salomat gap qila olganligimning o'zilam, nafas elib berganligimning o'zilam Rahman, hammaga shafqatlik va kuyimchan bo'lgan Alloh subhanahu va taoloninki nomini menda aks ettirdi. Demak, Bismillahirrohmanirrohim deganimiz ma bizningki jismimiz, hal tilimiz degan Bismillahninki bizning ig'zimizdan chiqishi. Chunki koinot qarab baqayli, o'zimiz qarab baqayli, hamma qarab baqayli, hamma yerda Allohning nomining aks etganligini ko'ra olamiz. Ba'zi yerda Rahman nomining aks etganligini ko'ra olamiz. Ba'zi yerda Rahim nomining aks etganligini ko'ra olamiz. Ba'zi o'rinda Qahhor nomining aks etganligini ko'ra olamiz. Ba'zi o'rinlarda Nasir ismining aks etganligini ko'ra olamiz. Demak, koinotga har bir narsa aslida Bismillah deydi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ey insonlar, butun koinot lisoni hal, ya'ni hal tili bilan Bismillah deydi. Ya'ni u narsaning harakatida bir Allohning nomi, Allohning tamg'isi bor. Sizlarmi Bismillah danglar. Badinlar qarab baqinglar, nafas ilishinglar qarab baqinglar. Hammasida bir Allohning nomi bor. Sizlarmi ig'zinglarda Bismillah danglar deganga ishorat qiladi. Chunki qarab baqadigan bo'lsak, inson o'zini nihoyat kuchli hisoblaydi. Amaliyot inson nihoyat ojiz. Inson nafas berib nafas olmaslik mumkin. Har vaqt to'xtab qolishi mumkin bu nafas mendan.
Mumkin emas, to'xtaydi. Cho'qim to'xtaydi-ku. Nereden keladi hozirgi mendeki üzlüksiz, izchil bo'lgan nafas? Buningda Allohning cheksiz bir shafqati bor. Qarab qaradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo ma koinotda o'ziga ishongan bo'lsin, ishonmagan bo'lsin, hammaga rizq biriklik. Quyosh nuridan hammaga o'xshash biriklik. Havodan hammasiga o'xshash biriklik. Demak, Alloh subhanahu va taolo Rahmon, hammaga shafqatli. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Rahim, o'ziga iymon etgan kishilarga mehribon. Ya'ni kofirlardan boshqa, hammaga shafqat bilishdan boshqa mu'minlarga qiladigan ayrim in'omi bor, ayrim yaxshiligi bor, ayrim kuyimchanligi bor. Ana shu Alloh subhanahu va taoloning nomi bilan boshlayman deganlik bo'ladi. Demak, aslida bismillah hamma yerlarda deyilyotidi. Faqat biz his qilmayotimiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali ey aqlli insonlar, bismillah danglar. Hammaga shafqatli, kuyimchan bo'lgan Allohning nomi bilan ishlaringlarni boshlanglar. Buni e'tirof qilinglar degan ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Alloh hammadan to'g'ri bilguchi. Demak, bismillah mana shundaq o'zi kichik bo'lsa-mu, ammo ma'nosi intayin cho'nqur bir oyat. Shuning uchun biz e'tirof qilib turib, har bir ishimizni bismillah bilan boshlashimiz kerak. Allohning nomi bilan boshlashimiz kerak. Bu vaqtda bizda haqiqiy mu'minlik, tavhid shakllanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni sura Fatihaning 1-oyatida Bismillahirrohmanirrohim deyishga buyurdi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bismillah bilan boshlanmagan har qanday bir ish kamchil, ya'ni kamtuk, to'liq bo'lmaydi degan. Chunki bismillah bilan bo'lmagan ishda, ya'ni Allohning nomini ilib boshlanmagan bir ish, yuzaki zikr aytmagan ish emas. U bir insonning o'zini e'tirof qilmaganligi, Allohning bergan ne'matini e'tirof qilmaganligi. Bismillah del onun aksicha bir bandaning Allohga shukr qilganligi. Bu ishlar, ya'ni men vujudga chiqargan bu cho'ng ishlar Allohning nomi bilan, Allohning yordami bilan bo'ldi deganlik. Va shundaqla men vujudga chiqarmoqchi bo'lgan ishlar Allohning nomi bilan bo'ladi. Men faqat buningda bir sababkor, Allohning taqdirini ijro qiluvchi degandan iborat bir mu'minlik e'tirofini bizga bildiradi. Shuning uchun mayli o'qiylik, tijorat qilaylik, mayli nima ish qilaylik, bismillahni ma'nosini tushungan asosda, buni his qilgan asosda, uning tasavvurini qalbimizda o'rnatgan asosda deyishimiz kerak. Demak, bismillahirrohmanirrohim biz haqiqiy ma'nosi bilan to'liq tushungan vaqtimizda, ya'ni hammaga shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan, nomi bilan boshlayman degan bu ma'noni haqiqiy shaklda tushungan vaqtimizda, u bir Allohga tayinish, Allohdan yordam so'rash va Allohga tavakkul qilish. Va shundaqla bismillahirrohmanirrohim hammaga shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman deganlik Allohga bo'lgan bir taslimiyat. Ya'ni men Allohning yordami bo'lmasa hech ish qila olmayman degan iborat Allohga bo'lgan taslimiyat. Bu sababdan bismillahirrohmanirrohim eng ulug' zikr. Shunga buni har bir ishimizning beshida deyishga odat qilishimiz kerak. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni har bir ishning beshida deyishga buyurgan. Qandaq bir ish bismillah bilan boshlanmaydi ekan, u ish kamchil, ya'ni to'liq emas, oxiri chiqmaydi degan ma'noda mana shundaq eskartmalarni bergan. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bismillahirrohmanirrohimni hamma yerda deyishga buyurish bilan birga ma'lum o'rinlarda alohida buyurgan. Masalan, bu ma'lum o'rinlarningki birinchisi bo'lsa, tomoq yeyishdan burun. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishda bir bola bismillah demay aldirab tomoq yegili turganda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan: "Ya g'ulam, sammillaha va kul bi yaminik." Ey bola, Allohning nomi bilan yegin degan. Demak, o'ylab boqala, bismillah degan gap, men Allohning nomi bilan yeyman. Allohning yordami bilan yeyman. Chunki tomoq yegili oz qolgan vaqtimizda balki o'lib ketishimiz mumkin. Yoki kasal bo'lib qolishimiz mumkin. U tomoqni yemasligimiz mumkin. Bismillah, men Allohning yordami bilan bu tomoqni qana qilaman? Yeyman. Nəhayət güzel bir zikr. İkincisi bo'lsa, mal bo'g'izlagan vaqtda, masalan, qo'y, kal olsun, buni bo'g'izlashdan ilgari bismillah deyish shart. Chunki qasddan bismillah deyilmasa, u mal halol bo'lmaydi. Üçüncüsü, uy kirgan vaqtimizda bismillah deb kiramiz. Ya'ni Allohning nomi bilan kiraman deb bu xil shaklda kiramiz. Chunki Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kishi uyga kirganda va tomoqni ilgari Allohni eslasa, bismillah desa, shayton sizga ma uyda bo'lgan qonalg'i yo'q, tomoq yo'q deydi. Ya'ni shayton bolalarga ma uyda bo'lgan turg'uli bo'lmaydi deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. To'rtinchisi, tahorat ilishdan ilgari bismillah deb olamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la vudu'a liman lam yuzkar ismillah. Allohning ismini tilga olmagan bismillah demak odamning tahorat emas deydi. Beshinchisi, er-ayollik munosabatda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanday bir odam er-ayollik munosabatda bismillah desa, Alloh subhanahu va taolo ularga bir farzand ato qilsa, shayton uningga hargiz ziynat go'zalmaydi deydi. Oltinchisi, mitni qabr qo'ygan vaqtimizda bismillah deymiz. Ibn Umar radhiyallohu anhu naql qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'liklarni qabr qo'ygan vaqtinglarda bismillah va ala millati rasulillah. Allohning nomi bilan qo'yaman va Rasulullohning dini ustiga qo'yaman deb shunday qo'yinglar deb o'rgatgan. Yettinchisi bo'lsa, qatnash vositasi mingan vaqtimizda bismillah deymiz. Nuh alayhisalom kemiga mingan vaqtida degan bismillah deb mingan. Sakkinchisi, o'lig'imizdan tushib ketsak va yoki qatnashimiz bir pishkanlikka uchursa bismillah deymiz. Bir sahoba deydi, men payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning keynidan mang'atatdim, ulardan putim teyilib ketdi. Men shayton halok bo'lsin dedim, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bundoq dema. Bundoq desang, shayton xuddi o'ydek cho'ngib ketadi. Bismillah deganki, undoq desang, shayton chivindek kichiklashib ketadi degan. To'qqizinchisi, og'irganda va kasal bo'lgan vaqtimizda
Bismillah deymiz. Yani Osman ibn Abul As'ın hadisida Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nimaga buyurdi? Og'irgan yeringa qulog'ini qo'yib 3 qatim Bismillah degan dedi. 10-si uydan chiqqan vaqtimizda bu Bismillah deb chiqamiz. Anas radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam uydan chiqqanda Bismillah tavakkaltu alalloh la havla va la quvvata illa billah desa, uningga hidoyat qilinding, kifoya qilinding va qo'g'dilding deyiladi farishtalar tarafidan. deydi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. 11-si hojatxonaga kirishdan ilgari Bismillah deymiz. Hazreti Ali radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam odam bolalaridan biri hojatxonaga kirganda jilloning ko'zi bilan ularning avratlari orasidagi to'sqich Bismillahdir deydi. Ya'ni Bismillah degan vaqtimizda bizning uyatliq joylarimizni u jillodan to'sadi. 12-si kashlik va attiganlik zikrlarimizda Bismillahni eng avval deymiz. Afsus bugungi kunimizda bu kashlik va attiganlik zikrlar ko'pincha kishilar tashlanib qilganlar. Osman ibn Affan naql qilgan hadisda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allohning ismi bilan, uning ismi bilan yerda va osmonda hech narsa yetkazolmaydi. U hammani anglab turg'uchi, hammani bilguchi. Ya'ni buning arabchasi Bismillahi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi va la fis sama va huwas samiul alim degan kishiga hech narsa ziyon yetkazolmaydi degan. Bu attigan va kashlik zikrda 3 qatim deyiladi. Demek Bismillah'nınki biz yuqorida o'tgandek fazilatları var. O bir tevhid, o bir teslimiyet, o bir tevekkül, o bir Allah'a yenilish, Allah'tan yardım so'rash, shundaqla Bismillah, o bir kuch, shundaqla Bismillah, o bir ruqiya, o bir shifa, shundaqla Bismillah bizni shaytondan himoya qiladigan xususiyatlik, xosiyatlik bir oyat. Bizningki bugungi Sura Fatihaninki birinchi oyatimiz mush yerda oxirlashdi. Endi inshaalloh ayatlik darsimizda Sura Fatihaninki ikkinchi oyati bo'lgan Alhamdudan boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bugun o'qigan darsimizni manfaatli qilib bersin. O'qiganlarimizga amal qilishni nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.